Hammaga assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Charchab qolmayapsizlarmi? Xudo xolasa. Hozir cho'milishdan keldik dengizdan. Srochno telefonimga o'zi ko'p qara olmayapman, to'g'ri tushunasizlar. Menga yozgan odamlar bo'lsa, etap-meta hammaga qarab javob yozishga harakat qilaman. Musofirdamiz, bilasizlar. Udan vaqti bo'lmaydi, stressda bo'ladi, ishlar bilan charchaydi, shunaqa. Gap bu haqida emas, gap akalar. Konkretno zo'r ish haqida. Xorvatiyani o'zida sezon boshlangan, ishlar boshlangan. Qurilish bo'yicha bilasizlar, ustimizda qurilish. Akalar diqqat bilan eshitinglar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Qaranglar akalar. Agarda ichinglarda Xorvatiyada yurgan, ID kartasi bor, so'rovga bo'lsa yaxshi bo'lardi. Agar so'rovga o'tgan bo'lsa ID kartalar, unda muammo bo'lishi mumkin, chunki dokumentlar chiqmay ham qolyapti. Tushunyapsizlarmi? So'rovga muddati o'tkazmagan odamlar bo'lsa, ishlab turibsiz qurilish firmada. Masalan, deylik, siz sohangiz emas, boshqa sohada ishlayapsiz. Hozirda Xorvatga kerak bo'lyapti, Zagreb shahrida o'zida ishlaydi. Zagreb yoki okolo o'sha atroflarda ishlaydi. Uy qurishadi, zdaniya qurishadi. Soatiga qaranglar akalar. Konkretno master bo'lsanglar, men hozirlarga oyligini, soatini aytishdan oldin qanaqa masterlar kerakligini ham aytay, chunki u miyamda mingta narsa tushuntirishga mana qila olmayman. Har xil gap kelyapti. Qaranglar. Soati aytganday soati debman. Qarang, yana chalg'ayapti odam. Hozir telefonimga qarab nima qilyapman, yozayotganda armaturchik, apolavkachi, tesar, zidar, keyin g'isht teraydigan shunaqa masterlar bo'lsa, armatura, apolavka sohasi, keyin g'isht teraydigan masterlar bo'lsa, ichida mayli bitta podsomnik bo'lsa ham, lekin quruq podsomnigi o'zi bo'lsa bo'lmaydi. O'shanaqa masterlar bo'lsa, armatura, apolavka, nima deydi, armiraj, tesar, zidar, mana shunaqa masterlar bo'layotgan bo'lsa ichinglarda, soatiga akalar, soatiga 10 yevrodan beraman deyapti, soatiga. 200 yevro pitaniyasiga beraman oyiga deyapti. Yotoq joy qilib beraman, dokument qilib beraman, bordi keldiga prevoz, mashin qo'yib beraman deyapti. Shu. Hamma shart-sharoitlar qilib beriladi, faqatgina konkretno master bo'lib aloqaga chiqinglar. O'zi akalar, bu nima deydi? Birovga yordam berish, ishga joylash juda charchatyapti. To'g'ri, 1-2 so'm xizmatimni olaman. O'sha xizmatimni olishimga ham qon qilyapti, to'g'risi usta ham bo'lmay chiqyapti, odam belaviz bo'lib qolyapti. Xorvatni oldiga Xorvat shuni o'ylaydi. Kimdir menga o'zbek chiqqan o'zbek belavizlik qilib aldab ketsa, Xorvat nima deb o'ylaydi? U o'zbek deb o'ylamaydi, meni deb o'ylaydi. Men o'rtaga turib, men shu joylab hammasini kontrol qilyapman, lekin meni aldab ketsa, Xorvat nima o'ylaydi? Xorvat aldab ketsa, bu o'zbek Farruh aldadi deydi. Shunday, o'rtaga turgan odamni konkretno rozi qilish kerak, chestni borini gapirish kerak akalar. Siz mastermisiz? Mana shu aytgan ishlarimni armatura, apolavka sohasi, g'isht terishlarga mastermisiz? Uy qurishlarni bilasizmi? Sohangiz shumi? Konkret chiqing aloqaga, marhamat, oshingiz bo'lsin, ishlab pulingizni oling akalar. Til bilsangiz undan ham yaxshi. Xohlasangiz bog'lab ham qo'yaman. Xizmatim 3-4 so'mini berasiz, men konkretno ishga joylattirib, hammasini nima qildirib beraman. Ish Zagreb shahrida zo'r ish akalar. 10 yevro oyliklar oshdi o'sha. Konkretno to'laydi. Hozir gaplashib, yozishib turgandim. Shuni sirasi video qilib qo'ydim. Ishlarim juda ko'p, o'zimni ham o'tkim kelyapti, to'g'risi, lekin yo'q. O'sha men bitta joyga ish keldimmi, o'sha joyga ishlab, dokumentlarni olib, ana qilib ishlayman. Shunaqa gaplar. Agar ichinglarda masterlar bo'lsa, 2 kishi bo'lsa ham, armatura, apolavkani bilasizlar. Sizlar ishlab turgan joyga kam to'layapti. Ili siz sohangiz emas, boshqa ish qilib o'tiribsiz u yoqqa. Shunaqa. Konkret masterlar, tezroq aloqaga chiqinglar, Telegram nomerimni qoldiraman. Men shunaqa masterman. Birdan aniqroq yozinglar-da. Ko'pchilik yozayotganlar salom alaykum qilyapti. Xo'p, mayli, salom alaykum. Men shu ish bo'yicha chiqyapman, bo'ldi, tamom. Shu ish bo'yicha chiqyapsanmi? Konkret ma'lumotingni ber. Aytaman, konkret ayt, nima ustasan, nima anaqa birdan aytib ket. Shunaqa o'tishib tayyormadim, boshqa shu. Shunaqa gaplar akalar. Videoga like bosinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa master ustalar bo'lsa, Xorvatiyani ichida yurgan, tez videoni tashab menga aloqaga chiqsin.